Mahmud Qashqari Türk tillar divanida buningdan 1000 yil ilgari xalqimizning kiyim-kechaklarga dazmol silib kiydiganligi haqida ma'lumotlar bergan. Bu bizda kiyim-kechak madaniyatining naqadar cho'nqur manbalik ekanligini, minglarcha yil ilgarilar purilishib ketgan kiyimlarni dazmollab kiydigan madaniy bir xalq ekanligini ko'rsatadi. Türk tillar divanida ütüg deb berilgan bir so'z chiqadi. Mahmud Qashqari ütüg so'zini mundaq izohlagan. Ütüg dazmol, amdovi shaklda bo'ladigan bir parcha ko'mir. Kiyimning chaklarini tuzlash uchun uni qisitib bosadi. Türk tillar divanining fe'llar qismida berilgan ütüdi, ya'ni dazmol soldi, dazmolladi degan ma'nodagi so'zimi diqqat qilishimizga arziydi. Onundan başka sözlük kısmında suvluq sözünü lünge, iliglik sözünü pəlay deb izahlaydı. Bugünkü zamandaki su degan sözünün 1000 yil burunqi shakli suv bo'lib, luq qo'shimchasining qo'shilishi bilan yasalgan. Suvluq yuz, qo'l va badandagi suvlarni suritish uchun qo'llaniladigan lünge ekanligi bilindi. Buningdan boshqa divandagi yipak qo'l yog'liq ma'nosidagi ülətü sözüm var. Mahmud Qashqari bu so'zni mundaq izohlagan. Ülətü yipak qo'l yog'liq. Erlarning lozim bo'lganda burnini suritish uchun yanchiqlik silib yuradigan yipak qo'l yog'liq. Bu ma'lumotlar bizga shundoq demakchiki, buningdan 1000 yil burunmi kiyim-kechakka, tozliqqa xalqimizning naqadar ahamiyat beradiganligini bildirdi. Mahmud Qashqari o'z qavmdagilarning dazmol silingan kiyimlarni kiyib, yipak qo'l yog'liq ishlatadiganligini ifodalash bilan bir vaqtida o'z madaniyatining ko'limini namoyon qilish jihatida zo'r tuhfalarni qo'shgan.